Hammaga rahmat bildirgan tilaklaringiz uchun, bildirayotgan yaxshi niyatlaringiz uchun, meni tabriklaganingiz uchun. Bu onlayn do'konim, bu birinchi onlayn do'kon emas. Men undan oldin ham Seladios degan bir onlayn do'kon ochgandim, aynan bijuteriya, lekin u yerda o'z qo'l mehnatim bilan yasalgan koronalar, tasbehlar, har xil munchoqlar yoki seryoshkalar, ya'ni taqinchoqlarni har turligi, lekin qo'l mehnatida qilinganini men sotar edim. U payt bakalavrda o'qirdim va juda ham yaxshi savdo qilardim. O'sha paytdan qiziqishim bo'lgan. Bu ikkinchi meni onlayn bijuteriya magazinim hisoblanadi va aynan shu unutmani juda ham mehrim qanaqadir boshqacha уже katta bo'lib ochganim uchunmi yoki осознанно ochganim uchunmi mehr berib ochdim. Onlayndan offlaynga chiqarish inshaalloh nasib qilsin menga va sizlarning yordaminglar, podдержкanglar bilan endi har bir jarayonni sizlar bilan bo'lishib boraman, chunki shunaqa format, live formati menimcha ko'pchilikga ham motivatsiya beradi, qizlarga ham o'zinglar ham guvoh bo'lasizlar, qanaqa nima yaratiladi, qiyinchiligi bormi, yo'qmi, chunki har bitta ishi o'zini oladigan. Birinchi ideya keldimi, ideya shundoq sразу bo'lib qolmaydi. Uning uchun bilmadim, oligarx bo'lishingiz kerak, sразу bo'lib qolish uchun ito o'shanda ham miyangiz yaxshi ishlashi kerak. Ideyadan ishga chiqarish uchun albattaki ham pul, ham kuch, ham vaqt, ham o'zinglardagi ichki g'ayrat va so'nib qolmaslik kerak bo'ladi. Menda shu narsani endi ushlab turish uchun sizlar borsizlar inshaalloh va yaqinlarim bor. Endi keyingi reelsimda nimalar qilganimni, nimalar olganimni mana hozir men ko'rib turibman, qo'yaman, albatta o'tkazib yubormasdan ko'ringlar.